Urganch tumani hududida o'tkazilayotgan yurt tinchligi, xalq farovonligi sari keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmat xodimlari tomonidan joriy yil 19-iyun kuni o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida yer uchastkasini qonunga xilof ravishda sotish bilan bog'liq jinoiy holat fosh etildi. Ya'ni Urganch shahrida yashovchi 1989-yilda tug'ilgan shaxs ilgari o'zlashtirish yoki restrata yo'li bilan talon-taroj qilish jinoyati uchun sudlanib javobgarlikka tortilgan bo'lsa-da, bundan o'zga to'g'ri xulosa chiqarib olmasdan Urganch shahrida yashovchi shaxs bilan tanishib, unga Urganch tumanining Cholish shaharchasi hududida 300 metr kvadrat yer uchastkasi bor ekanligini aytib, ushbu yer uchastkasini 50 million so'mga sotishga kelishib, hamda ushbu yerni 2026-yilda hokimiyat tizimida ishlovchi tanishlari orqali hujjatlashtirib berishga ishontirgan. Shundan keyin nazorat tartibida o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu shaxs xaridordan Urganch tumani hududida 3900 AQSh dollarini olgan paytida tezkor xodimlar tomonidan jinoyat ustida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Urganch shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi saf maydonida o'tkazilgan xizmat oldi yo'riqnomasida ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti mas'ul xodimi podpolkovnik Sardorbek Quronboyev mazkur tezkor profilaktik tadbir davomida giyohvandlikka qarshi kurashishda yuqori samaradorlikka erishish uchun huquq-tartibot organlari o'rtasida o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish lozimligini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, bugungi kunda sintetik giyohvandlik vositalarini tayyorlash uchun yashirin narkolaboratoriyalar tashkil etilganligi va giyohvandlik vositalari internet tarmog'i orqali onlayn tartibda sotilayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlar shaxsiy tarkibga yetkazilib, mas'ul xodimlar o'z xizmat faoliyati davomida ushbu jihatlarga ham alohida e'tibor qaratishi lozimligi tushuntirildi. Xizmat oldi yo'riqnomasida ishtirok etgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Jahongir Sadullayev har bir sohaviy xizmatning faoliyatidan kelib chiqqan holda qo'shimcha ravishda tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Tegishli yo'riqnoma olgan shaxsiy tarkib xizmat o'tashga kirishdi. Olingan tezkor ma'lumotlar asosida tezkor xodimlar tomonidan 16-iyun kuni Yangiariq tumanida istiqomat qiluvchi 1971-yilda tug'ilgan shaxsning uyi va tomorqa yeri xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida ushbu shaxs tarkibida giyohvandlik vositalarini saqlovchi 9 tub kannabis o'simligini ekib, yetishtirib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Shundan keyin ushbu shaxsning uyi ko'zdan kechirilganida omborxonasida marixuana giyohvandlik vositasi va uni chekishda foydalaniladigan qo'lbola moslamani yashirib qo'yganligi aniqlandi va ularning barchasi ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Bundan tashqari joriy yilning 19-iyun kuni Urganch tumani Shohidonlar mahallasida istiqomat qiluvchi 1975-yilda tug'ilgan shaxs mahallaning ichki yo'lda o'ziga tegishli Gentra rusumli avtomashinani boshqarib borayotganida tezkor xodimlar tomonidan gumondor tariqasida to'xtatilib, avtomashinasi va yollari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida yonida umumiy vazni 20 gram bo'lgan geroin giyohvandlik vositasini saqlab qo'yganligi ma'lum bo'ldi hamda tegishli tartibda ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun 22-iyun kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda ushbu Nexia rusumli 90A 472XA davlat raqam belgili avtomashina haydovchisi boshqa harakat ishtirokchilarini harakatiga xalaqit berib, yo'llarda yo'l bezorilig'i, qoidabuzarligini sodir qilgan videosi ijtimoiy tarmoqqa tarqaldi va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Biz doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari orqali barcha harakat ishtirokchilarini ogohlantirib kelishimizga qaramasdan, aynan ushbu turdagi qoidabuzarlikni mana shu haydovchimiz kuni kecha sodir qildi. O'rtoq haydovchi, nima sabab bo'ldi ushbu transport vositangizni boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit berib, yo'lni qatnov qismida sekin harakatlanib eshiklarni ochgan holatda harakatlangansiz va boshqa harakat ishtirokchilarini harakatiga to'sqinlik qilgansiz. Ushbu qilgan qoidabuzarligingiz bo'yicha izoh bering. Nima sababdan ushbu qo'pol qoidabuzarlik sodir qildingiz? Bilmasdan siz qo'ydik, yaxshiga aytib qo'ydik. Vallaram net ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib beribdilar. Etmanglar buni narушение, nachara ko'rib tutdi. Boshqa takrorlanmaydi. Chamarta ogohlantirish berganmiz holat bo'yicha, to'g'rimi? Yo'l bezorligi bo'yicha ma'lumotlar berganmiz, haydovchilik
huquqidan mahrum qilishingiz mumkin deb ijtimoiy tarmoqlarda bot tushuntirishingizga qaramasdan aynan shu yo'l bezorligi, qoidabuzarlikni siz o'zingiz qasddan qilib turibsiz. Qasddan bilmayapsiz ko'rdim. Boshqa takrorlanmaydi. O'zingizga to'g'ri xulosa chiqarib oldingizmi? Ha. Inan hozir qilgan qoidabuzarligingiz bo'yicha yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.10 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ya'ni yo'l bezorligi, qoidabuzarligini sodir qilganingiz uchun o'rtaq haydovchi sizga nisbatan. Endilikda to'plangan hujjatlar sud organlariga yuboriladi va sizga sud organlari tomonidan huquqiy baho beriladi qilgan xatti-harakatingiz bo'yicha. Tushunarlimi? Bundan keyin yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Belgilangan tartibda transport vositangiz vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtiriladi. Ko'rib turganingizdek, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har qanday qoidabuzarlik yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan kuzatib boriladi va belgilangan tartibda qonun ustuvor jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi. Ushbu Nexia rusumli avtomashina haydovchisiga ham yo'l bezorligi, qoidabuzarlikni sodir qilganligi bo'yicha Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 128.10 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, endilikda ushbu transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtiriladi va ushbu haydovchini qilgan xatti-harakati bo'yicha sud organlari tomonidan huquqiy baho beriladi.